inson psixologga borish kerak? Qanday darajaga yetib olganda borish kerak? Birinchi navbatda er-xotin munosabatlarida o'zaro kelishmovchiliklar, bir-birini tilini topolmayapti, oilasi inqiroz davriga kelib qoldi, oilasida uchinchi shaxslar juda ko'p aralashib boshqarishga urinib qoldi, yashab bo'lmaydigan holatlar kelib qoladi-da, asabiylashadi, to'g'ri gapni ham to'g'ri yetkazib bera olmaydi. U yerda bolalar tarbiyasi, o'smir bolalar, o'spirin bolalar kasb tanlashi, mana shu paytda borish kerak. Shart borishi. To'xta, men nima uchun bunaqa kelisha olmayapman? Nima uchun men ayolim bilan urushib qolyapman yoki erimga juda ham ko'p e'tiroz qilyapman, uxlolmayapman, asabiylashyapman, qo'rqyapman, vakimam bor, stressga tushyapman, bolalarimning hayotidan, kelajagidan xavotirdaman degan o'zini bir jarayonlarida albatta mutaxassisga borish kerak. Tishingiz og'risa yurmaysiz-ku, lunjingizni ishira, borasizmi doktorga? Borasiz-ku. Endi doktor masalasi umuman kechirasiz, psixolog ham xuddi shu doktorga o'xshagan bitta sohaning mutaxassisligi. Faqat u ruhiyat bilan ishlaydi.